Rojdestvoga hujumlar. Sizning reaksiyalaringiz. Anti-Rojdestvo vandalizmi. Men Rojdestvoga qarshi qilingan teraktlar va vandalizm haqidagi videolarni tomosha qilyapman. O'ylayman, inson ichida nimasi ustun, zombimi yoki haqiqat insonmi? Bu odamlarning yurtida urush bo'lgan, ocharchilik bo'lgan, ular vatanini tark etib uzoq mamlakatlarga ketishga majbur bo'lishgan. Ammo negadir arab mamlakatlari ularni qabul qilmaydi. Yevropa va Amerika esa qabul qildi. Bilasanmi nega? Chunki bu davlatlarning qonunlari muqaddas kitob Injil tamoyillari asosida yaratilgan. Biroq qochqinlar shu Injilni rad etadilar, ammo uning bergan ne'matlaridan foydalanadilar. Ularning orasida sog'lom fikrlilari shuni sezadi. Ular yangi mamlakatga kelishlari bilan ularga hech qachon yordam bermagan turli mafkurachilar paydo bo'ladi va darhol ular qabul qilgan davlatga qarshi ishlay boshlaydi. Qochqinlar esa o'ylamasdan bu tuzoqqa tushib qoladi. Ular kim dushman, kim do'st ekanini, kim ularning oldiga eshik ochib yangi hayot boshlashiga yordam berganini ajrata olmay qoladilar. Tasavvur qil, sening oldingga azob chekkan bir inson keldi. Sen uni qabul qilding, ammo u sening bolalaringga, erkinligingga, madaniyatingga va e'tiqodingga tahdid qilmoqda. Bu senga yoqadimi? Albatta yo'q. Inson nima eksa shuni o'radi. Qayerda bo'lishidan qat'iy nazar inson bo'lib qol. Zombi bo'lma, shukronalik qil. Yaxshilikka yaxshilik va mehribonlik bilan javob ber. Shunda hamma joyda hurmatda bo'lasan. Bu haqda nima deb o'ylaysan? Izohlarda yoz, obuna bo'l va layk bos. Bu videoni ulash.